Assalomu alaykum. Sizlar bilan Javohir. Xo'p, bugun sizlar bilan biz machine learning bo'yicha ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi Telegram kanalimda e'lon bergandim. E'lonning asosiy maqsadi nima? E'lonning asosiy maqsadi ML o'rganish bo'yicha qo'llanma tuzib chiqqandim. Qo'llanma 7 ta bosqichdan iborat. O'sha 7 ta bosqich bo'yicha darslarimizni boshladik. Hop, bugun o'sha bosqichlarning birinchi darsimizni boshlaymiz. Bu asoslar, ya'ni machine learning nima, qanday ishlaydi va uning asosiy tushunchalari bo'yicha tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi AI, ML va DLning farqlari. AI sun'iy intellekt, mashinani odam kabi aqlli ish qilishiga yordam beradigan umumiy tushuncha hisoblanadi. Hop, bunga misol tariqasida Siri'ni Google Translate'da shaxmat o'ynaydigan dasturni ko'rishimiz mumkin. Siri bu iOS platformasida ishlaydigan sun'iy intellekt hisoblanadi. Biz undan foydalanganda o'zimiz uchun qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni so'rashimiz yoki o'sha berilgan funksiyalarni, telefon funksiyalaridan foydalanishda yordam so'rashimiz mumkin. Google Translate bo'yicha juda ko'p tillarni tarjima qilish, o'z tilimizga o'girishda yordam beradi. Shaxmat o'ynaydigan dastur esa biz shaxmat bo'yicha skilllarimizni oshirishda yordam beradi bu narsa. Machine learning AI ichidagi yo'nalish mashinani aniq qoidalar yozib berilmaydi, balki u ma'lumotlar asosida o'rganadi. Ya'ni biz unga ma'lum bir qoidalarni yozib bermaymiz. Unga data beramiz, ya'ni ma'lumotlar beramiz. Ularni analiz qilgan holda o'ziga qoida yaratadi. Buni nima misolda ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, buni biz o'tgan darslarimizda tanishib chiqdik. Uy narxini ma'lumotlar asosida oldindan aytib berish, ya'ni prognoz qilish uy narxlarini. Unda qaraladigan narsa uyning maydoni hisoblanadi va xonalar soni hisoblanadi. Shu xususiyatlarga qarab uyning narxi prognoz qilinadi. Deep learning MLning maxsus sohasi bo'lib, sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanadi. Juda katta ma'lumotlarni o'zgartirishda yordam beradi. O'zlashtirishda yordam bera bu narsa. Ya'ni, ML ichidagi soha bo'ladi, u sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanadi. Katta ma'lumotlarni o'zlashtirishda bizga qulaylik tug'diradi, yordam beradi bu narsada. Buni misol tariqasida nimani ko'rsak bo'ladi? Misol tariqasida yuzni tanish, ya'ni Face ID hozirgi telefonlarda bor hammasida ovozni aniqlash va ChatGPT, ya'ni ChatGPT ham deep learning sohasiga kiradi. Xo'p, hozir tepadagi ma'lumotlardan foydalanib, nimani bilib olishimiz mumkin? AI, ya'ni AI ichida ML, ML ichida DL, ya'ni AIning ichida ML sohasi, ML sohasining ichida DL sohasi borligini bilib olishimiz mumkin. Bu bo'yicha meni qo'shimcha ma'lumotlar keyingi darslarda beriladi. Yana bu bo'yicha qiziqarli kontentlar, qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. U yerda shu dasturlash olamida machine learning bo'yicha qiziqarli hamma ma'lumotlar berib boriladi. U yerda o'zingiz qiziqtirgan barcha savollardan tanishib chiqishingiz mumkin. Bu Telegram kanalim описаниеda bor va Telegram profilimda ham bor. Ya'ni YouTube profilimda zakrepitiv qo'yganman. Xo'p, keyingi o'rganadigan narsamiz data frame, data feature label. ML modeli ma'lumotlar asosida o'rganadi, ya'ni data berilgan. Data bu ma'lumotlar. ML uchun yoqilg'i hisoblanadi, ya'ni data ML uchun yoqilg'i hisoblanadi. Data bo'lmasa ML ishlamaydi. Feature bu xususiyatlar, kiruvchi ma'lumotlar, ya'ni o'sha ma'lumotlarni kirgizamiz. Masalan, uy maydonlari, xonalar soni, joylashuv, o'sha ma'lumotlar kiritiladi. O'sha feature hisoblanadi, ya'ni xususiyatlar hisoblanadi. Label bu natija hisoblanadi. Chiqariladigan ma'lumotlar, ya'ni biz bashorat qilmoqchi bo'lgan qiymatlar, masalan, uy narxlari. O'sha pastda jadval bo'yicha tanishib chiqishingiz mumkin. Uyning maydoni berilgan 60 metr kvadrat, xonalar soni berilgan, 2 xonali, narxi 30 ming. Yana 80 ming maydon, xonalar soni 3 ta, 50 ming narxi, prognoz qilingan narx bu. 120 metr kvadrat bu uy maydoni, xonalar soni 4 ta, narxi esa, ya'ni prognoz qilingan narx 80 ming. Shunday qilib prognoz qilinadi uylarning soniga va maydoniga qarab. MLning turlari, ML 3 ta turga bo'linadi. Supervised learning, nazoratli o'qitish, modelga feature va label beriladi. Vazifa labelni prognoz qilish. Masalan, regression uy narxini prognoz qilish, classification emailga spam yoki spam emasligini, ya'ni o'sha xabarlarni spam yoki spam emasligini aniqlashda bizga yordam beradi. Biz bu bo'yicha birinchi darsimizda ham ma'lumotlarga ega edik, ularni tanishib chiqqan edik. Keyingisi unsupervised learning, nazoratsiz o'qitish. Faqat feature mavjud, label yo'q, ya'ni kiritiladigan ma'lumotlar bor, javob yo'q.
Vazifa yashirin tuzilmani topish. Buni misol tariqasida mijozlarni guruhlarga ajratish, ya'ni klastering. Mijozlarni olayotgan tovarlari, xarid qilayotgan tovarlariga qarab turib, klastering, ya'ni guruhlarga bo'lish. Reinforcement learning mukofotli o'qitish, ya'ni agent muhitda harakat qiladi va mukofot yoki jarima oladi. Buni nima misolda ko'rib chiqsak bo'ladi? Asosiy vazifasi buni eng yaxshi qarorlarni qabul qilishni o'rganish bu. Misol tariqasida biz shaxmat o'ynaydigan dasturni va robot yurishni o'rganishni ko'rib chiqsak bo'ladi. Shaxmat o'ynaydigan dasturni qanday ko'rib chiqsak bo'ladi? Hop, shaxmat donalari harakatlanganida o'sha shaxmat donalarini kamroq yo'qotish va ko'proq natija orqali bu reward oladi. Agar o'z donalarini yo'qotsa, punishment oladi. Ya'ni xato yo'l yursa yoki o'z donalarini yo'qotadigan bo'lsa, punishment oladi. Kamroq yo'qotish va ko'proq natija qiladigan bo'lsa, reward oladi. Robot yurishni o'rganish bo'yicha fizический harakati, robotning harakati davomida u to'g'ri harakatlansa, ya'ni qadamlarni to'g'ri tashlasa, u reward oladi. Qadamlarni to'g'ri tashlamasa, yiqilib qolsa yo boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, u punishment oladi. Shu orqali u o'ziga eng yaxshi qaror qabul qilishni o'rganadi. Hop, keyingisi oddiy hayotiy misollar ko'rib chiqsak bo'ladi bu. Regression bu supervised learningga kiradi, ya'ni uy narxlarini aniqlash, talaba GPA asosida grant olish yoki olmasligini bashorat qilish. Classification bu supervised learning, bu ham supervised learning, ya'ni input ham, output ham bor bunda. Xabar spam yoki spam emasligini, suratda mushuk bor yoki yo'qligini aniqlashda. Clustering bu unsupervised learning, yana biz boya o'tib chiqdik. Supermarketdagi mijozlarni xarid qilishi odatdagi va undan ko'ra ko'proq ko'ra guruhlash, o'sha odatdagilarga ko'ra guruhlash, har xil guruhlarga bo'linishi. Reinforcement learning bo'lsa, o'sha aytib o'tdi. Robotlarning harakati yoki o'yinlarda botlarning o'rganish. Masalan, Dota 2 AI bo'yicha, masalan, botlar o'sha AI bo'yicha harakatlanadi. Nima desa bo'ladi? O'ladigan bo'lsa, punishment oladi. Yutadigan bo'lsa, reward oladi. Shu bo'yicha ham o'rganib ko'rib chiqsak bo'ladi. Yana amaliy ko'rib chiqamiz o'sha ML bo'yicha. Hozir faqat qisqacha kod bilan tanishib chiqamiz. Bu nimalardan iborat? Hop, bu birinchi biz ML ni yaxshi o'rganishimiz, ya'ni u bo'yicha kod yozishimiz uchun biz Python dasturlashtirishni yaxshi bilishimiz kerak. Python dasturlash tilini yaxshi bilishimiz uchun u bo'yicha ko'proq amaliy ishlar bajargan bo'lishimiz kerak. Qanday bu? Hozir sizda kerakli yetarlicha ma'lumot bo'lmasa, ya'ni Python dasturlash tili haqida yaxshi bilimlarga ega bo'lmasangiz, o'sha meni o'sha YouTube kanalimda playlistlar bo'limida video darslar degan playlist bor. O'sha yerda Python dasturlash tili haqida videolar yuklab boriladi. O'sha yerda bemalol Python dasturlash tili haqida qiziqarli ma'lumotlarni ko'rib chiqib o'rgansangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha narsa, shu Telegram kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmasin. O'sha yerda dasturchilik bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar, qiziqarli kontentlar, yangiliklar bo'yicha bemalol tanishib chiqib, u bo'yicha ham o'rgansangiz bo'ladi. U yerda o'sha qiziqarli yangiliklar bo'lib turadi. Obuna bo'lib qo'ysa, zarari yo'q. Yangiliklar kelib turadi narsa bo'yicha. Hop. Python dasturlash tilida o'sha o'zgaruvchilar, funksiyalar va looplar, ya'ni for cycle bilan tanishib chiqishimiz kerak. Hop, bu bo'yicha o'sha Python dasturlash tilida playlistda berilgan hammasi. Bu bo'yicha yana to'xtab o'tmaymiz. U yerga o'tib bemalol Python bo'yicha hamma narsalardan podrobniy tanishib chiqsangiz bo'ladi. Hop, biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu NumPy. NumPy birinchi qatorda biz NumPy chaqiryapmiz. Import NumPy smp. Biz ikkinchi qatorda array bilan boshlangan biz Python tilda ro'yxat berilgan, o'sha ro'yxatni NumPy massivga o'zgartiryapmiz. NumPy massivga o'zgartirgandan keyin 3-qatorda print arrayni yig'indisini so'rayapmiz. Ya'ni biz sum metodidan foydalanyapmiz. Sum metodini ham o'sha biz Python dasturlash tilida o'tganmiz. Ya'ni playlistdan bemalol tanishib chiqsangiz bo'ladi hammasi bo'yicha. Sum metodi o'sha ro'yxatdagi qiymatlar yig'indisini hisoblashga yordam beradi bizga. Ya'ni bu sonlarni yig'indisini hisoblashga yordam beradi. Min metodi esa o'rtacha qiymatni hisoblashda yordam beradi bizga. Hozir biz buni run qilamiz. Bu yoqda ochiq qolib ketibdi. Xo'p. Buni run qilamiz. Arrayning yig'indisi 15, mana chiqib turibdi pastda. Arrayning yig'indisi 15, arrayning o'rtacha qiymati 3.
Ya'ni ro'yxatga kiritilgan elementlarning qiymati 15, uning o'rtacha ularning общий jami 15, o'rtacha qiymati esa 3. Shu metodlardan foydalanib bemalol o'rgansak bo'ladi. Hop, ikkinchi o'rganadigan narsamiz pandas. Hop, bunda ham birinchi pandas chaqiryapmiz. Import pandas as pd. Bizda data bor. Datada uy maydoni bor, xonalar bor va narxlar bor. O'sha datadan foydalangan holda biz data frame yaratyapmiz va hid metodidan foydalanyapmiz. Hid metodi o'sha data frameni boshlang'ich 5 ta qatorni chiqarib berishda bizga yordam beradi. Ya'ni boshdagi dastlabki 5 ta qatorni chiqarishda bizga yordam beradi. Hop, bizda hozir 5 ta qator yo'q, shunchaki 3 ta kiritilgan. Ya'ni bu normalization qilingan, to'g'ri kiritilgan ma'lumotlar olingan, qolgan ma'lumotlar o'chirib tashlangan. Ya'ni biz u narsani kiritmaganmiz. Agar bizni ro'yxat, ya'ni faylimizda, ya'ni datamizda to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bo'lsa, u normalization qilinadi. Ertagi ma'lumotlarni to'liq bo'lmagan ma'lumotlar, kerakli kategoriyalarga ega bo'lmagan ma'lumotlar hammasi o'chirib tashlanadi. Hisobga olinmaydi ya'ni. Hop, bu yerda chiqdi mana uy narxlari, maydonlar, uyning maydoni, xonalar soni va narxi chiqdi. Hop, boya biz prezentatsiyada ko'rib o'tdik. O'sha maydon 60 ming, xonalar soni 2 ming, narxi 30 ming. Shu ko'rinishda jadval chiqyapti hozir bu yerda ham. Bu yerda yana info metodidan foydalanganmiz. Info metodi nimaga yordam beradi? Info metodi o'sha data frame haqida ma'lumot beradi, ya'ni informatsiya beradi. O'sha hamma ma'lumotlarni mana shu yerda o'rganib ko'rib chiqsak bo'ladi. Memory usage 204 byte. Bu yerda o'sha non-null count data type'larini ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, keyingi o'rganadigan narsamiz describe metodi. Describe metodi statistik tahlil beradi. Statistik tahlilni bizga chiqarib beradi, qanaqa ko'rinishdaligini. O'sha maydonlar, xonalar, narxlar bo'yicha hamma statistik ma'lumotlarni bizga chiqarishda yordam beradigan metod hisoblanadi. Hop, keyingi o'rganadigan narsamiz, oxirgi ko'radigan kodimiz bu datani yuklash. CSV faylni datasetga yuklash. Data frame pd read csv hosting cv. Ya'ni biz o'sha hozirgi device'da, ya'ni notebookda yoki bironta kompyuterda o'sha hosting cv degan fayl bor, ya'ni o'sha data bor. O'sha datani biz chaqiryapmiz. Data frame ko'rinishida chiqarib berishni so'rayapmiz. Hozir bu ma'lumot menda yo'q. Ya'ni biz u bironta ma'lumot olgan, ya'ni data oladigan bo'lsak, o'sha datani nima desa bo'ladi? Datani linkini shu yerga qo'yib, shu yerda chaqirib olsak bo'ladi o'sha device'imizdan. O'shani dataset ko'rinishida chiqarib beradi. Bu aytib o'tdim, tepada hid info metodlaridan foydalanib o'sha dastlabki 5 ta qatori shular bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Ma'lumotlarni CSV shaklida chaqirish bu. Ya'ni u CSV shakli o'sha jadval shaklida ko'rinishda bo'ladi. Bu Excel misolida ko'rsak bo'ladi. Excel'dagi nima desa bo'ladi? Ro'yxat ko'rinishida shakllangan bo'ladi o'sha CSV formati. CSV formatda chaqiriladi ma'lumotlar va data frame ko'rinishga o'tkaziladi. Ya'ni qatorlar bo'yicha. Boya tepada ko'rib o'tdik qanaqaligini. Xo'p, bugun sizlar bilan o'rgangan narsalarimiz shulardan iborat edi. Xo'p, bugun biz sizlar bilan AI nima, ML nima va DL nima ekanligini tanishib chiqdik. Data frame, data, future, label nima ekanligini tanishib chiqdik. ML ning turlari, hayotiy misollar bo'yicha Python, NumPy, Pandas bilan ma'lumotlar ustida ishlashni ko'rib chiqdik. Hop, Python bo'yicha o'sha boya aytib o'tdim. Playlistlar qatoriga o'tib, Python bo'yicha video darslarni tanishib chiqsak, o'sha bo'yicha yana bilimlarni mustahkamlagan bo'lamiz. Xo'p, yana bir so'raydigan narsam, kanalni qo'llab-quvvatlash uchun podpiska bosish va videolarni like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Bu videolarni muntazam chiqishi uchun yordam beradi. Telegram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. U yerda ham qiziqarli ma'lumotlar, o'sha ML bo'yicha, AI bo'yicha, o'sha Python bo'yicha ham qiziqarli ma'lumotlar qo'yib boriladi. U yerda kerakli kontentlardan foydalanib, bemalol o'z bilimlaringizni yangilasangiz bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan javob oxir bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.